Bu tajribamiz sehrli chiroq tajribasi deyiladi. Demak, bu idishga vodorod peroksidi solingan. Agar bunga margansovkani soladigan bo'lsak, vodorod peroksidimiz parchalanadi va toza kislorod ajralib chiqadi. Chiqayotgan gaz toza kislorod hisoblanadi. Bu yerda ham oksidlanish qaytarish jarayoni sodir bo'lmoqda. Kaliperment kuchli oksidlovchi ekanligini shu yerdan ko'rib olishingiz mumkin. Keyingi tajribamiz shampun Favoro deb ataladi. Bunda bizga kerak bo'ladi kalipermangat eritmasi, oddiy xo'jalikda ishlatiladigan idish yuvuvchi gel hamda vodorod peroksid 60% eritmasi. Demak, birinchi bo'lib kolbaga kalipermangat eritmasi solinadi. Keyin ustiga suyuq sovun solishimiz kerak, ya'ni gel. Biz gel sifatida perigelni ishlatyapmiz. Keyin yaxshilab aralashtirish kerak. Demak, tayyor bo'lgan aralashmaga vodorod peroksidini solishimiz kerak. Ajralayotgan kislorod gazi ko'pikning yanada hajmi katta bo'lishiga xizmat qilyapti. Demak, navbatdagi tajribamiz vodorod olish tajribasi. Bizga buning uchun kaliy gidroksid kerak bo'ladi. Ishqor, ya'ni ishqor eritmasini tayyorlab olamiz. Demak, ishqor eritmasiga alyuminiy folgadan foydalanamiz. Bunda alyuminiy folgada kaliy gidroksid bilan reaksiya ketib, kaliy tetragidroksid alyuminiy hosil bo'ladi va bu jarayonda vodorod gazi ham ajralib chiqadi. Folgamiz ishqor eritmasi bilan reaksiyaga kirishni boshladi. Natijada vodorod gazi ham yig'ilmoqda. Vodorod gazini yig'ib ko'ramiz. Albatta tajribani amalga oshirayotgan paytda me'yorga e'tibor berish kerak. Hamda texnika xavfsizlik qoidalariga ham rioya qilish kerak. Ana shunday. Demak, bu jarayonda ko'rib turibsizki, vodorod havodagi kislorod bilan qaldiroq gazni hosil qilmoqda. Bu tajribamiz tezlashtirishimiz ham mumkin. Jarayon tezlashishi uchun bizga ko'proq miqdorda alyuminiy folgadan foydalanamiz. Mana vodorod qanchalik darajada ajralib chiqayotganini yaxshilab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu tajribalarimizdan o'quvchilar olgan bilimlari va ko'nikmalarini real hayotda qay jabhalarda qo'llash ekanligini o'zlari hal qilish kerak bo'ladi hamda xavfsizlik qoidalarini birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Kimyoviy tajribalarni bajarayotgan paytimizda bolalar xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda bajarsa, natijalar ham yaxshi va samarali bo'ladi. Bizga bugungi mavzumizda ma'muriy ta'limda aynan ma'muriy vaziyat yaratish uchun amaliy tajribalar muhim rol o'ynaydi. Demak, navbatdagi tajribamiz ulkan pufaklar tajribasi hisoblanadi. Demak, nima qilamiz? 600 ml suvga 200 ml gliserin solamiz. Demak, gliserin bilan suv aralashmasi sirtarangli yuqori bo'lgan suyuqlikni hosil qiladi hamda unda qovushqoqlikni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Oddiy xo'jalik geldan ham foydalanamiz. Demak, 200 ml gliserin, 600 ml suv va 200 ml gel solindi. Hosil bo'lgan aralashmani yaxshilab chayqatamiz. Demak, tayyor bo'lgan aralashmani patnisga solamiz. O'zidek tushdi. Zo'r bo'ldi. Keyin maxsus sim bilan yasalgan uskunamiz yordamida
mustahkam pufaklar hosil qilishimiz mumkin ekan.